Fayzam tekstilida katta bellashuv. Bunda asosiy hamda Nayman filiallari o'zaro noodatiy bellashuv olib borishadi. G'olib jamoa esa 10 million so'm pul mukofotiga ega bo'ladi. Ishchilar hali bu yangilikdan bexabar. Hozir esa hammaga buni e'lon qilamiz. Assalomu alaykum opa. E'lonni hammaga o'qib eshittirsangiz. Hurmatli xodimlar, tekstilimizda bellashuv. Bundan asosiy filialimizda to'plangan 10 kishilik jamoa Naymandagi jamoa bilan bellashadi. Yutgan jamoa 10 million so'm pul mukofotiga ega bo'ladi. Bellashuv 2 kun oldin sana va o'tkazilish joyi e'lon qilinadi. Endi jamoani yig'amiz, hammaga omad. Hozir e'lon qilib bo'ldik, endi esa jamoani yig'ish jarayoni bilan tanishamiz. Hozir qatnashishi aniq bo'lgan jamoa ishtirokchilari bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirsangiz. Men Ahmedova Zarnigor. Necha yildan beri Fayzam kompaniyasida ishlab kelasiz? 4 yildan beri ishlayman. Bellashuvdan oldin hayajonlanyapsizmi? Albatta hayajon bor, lekin biz birinchi o'rinda olib kelamiz degan umiddaman. Olamizdan xudo xohlasa. Endi ikkinchi ishtirokchining yoniga boramiz. Assalomu alaykum. Opa, o'zingizni tanishtirsangiz. Mamashoyeva Muhayyo. Necha yildan beri Fayzam kompaniyasida ish yuritasiz? 6 yildan beri. Bellashuvdan nima kutyapsiz? Xudo xohlasa yutishimizni. Hayajonlanyapsizmi bellashuvdan oldin? Ozgina. Naymandagi komandadan nima kutyapsiz? Yutkazishlar. Rahmat katta. Yana bir ishtirokchimiz yoniga borib fikrini so'raymiz. Assalomu alaykum. Opa, o'zingizni tanishtiring. Men ismim Madina. Fayzamda necha yildan beri ishlaysiz? 6 yildan beri ishlayman. Bellashuvdan oldin hayajonlanyapsizmi? Ozroq. Bellashuvdan nima kutyapsiz? G'alaba qozonish. Naymandagi komandaga nima deya olasiz? Asosiy filialdagilar jamoasi kuchli deb o'ylaysizmi? Xudo xohlasa biz yutamiz. Biz kuchlimiz.